Mana yana ish bor. Bu safar dokumenti bor, dokument yo'q, hamma uchun ish bo'ladi. Ko'pchilik Zuhriddin dokument yo'qlagan ish chiqaring, boraylik bizga dokument qilib bersin deganligi mana o'sha kompaniyani topdim. Sizlarni ishga qabul qiladi. Dokumentinglar bo'lmasa ham обязательно migratsion karta bo'lish kerak. Kelasizlar, ishlaysizlar. Inshaalloh Xudo xolasa registratsiya qilib beradi, patent qilib beradi, soqqani keyin oylikdan qaytarib qolaveradi. Undan tashqari kompaniya sizlar uchun yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma, 2 mahal ovqat mutlaqo tekin qilib beradi. Mana shunaqa ish albatta like arsa, videoga maksimal like bosib, mana shu videoni Rossiyada ish qidirib yurgan yaqinlaringizga iltimos jo'natib qo'yasizlar. Hamda kommentariyada omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirsanglar, bu bizga motivatsiya, ertangi kunga ajoyib bundan-da zo'r ishlarni chiqarishga turtki bo'ladi. Like bosgan, podpisatsiya bosgan, komment yozgan qo'llaringlar dollar sanashdan to'xtamasin deb biz bugungi yangiligimizda boshladik. Kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, уведомление xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, hech qachon aldanib qolmaysiz. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musafir kanalini kuzatib bor ekan, aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun ajoyib ish chiqdi. Uslovlari ham juda ham zo'r. Yotoq tekin, registratsiya tekin, borib kelish tekin, forma tekin, 2 mahal ovqat ham mutlaqo tekin. Bu yerda ikkita no bor. Registratsiya tekin, qachonki 3 oy ishlab qochib ketib yoki bir nima qilmasangiz, 3 oy ishlasangiz registratsiya tekin. Undan tashqari forma ham tekin, qachonki 3 oy ishlasangiz. Ya'ni 3 oydan kam ishlasangiz bu narsalarga pul ishlab qoladi. O'shaning uchun yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, 2 mahal ovqat hammasi tekin. Bu ishga borgan odam kami 3 yil emas, kami 1 yil ishlaydi. Demak, bu ishimiz Moskovskiy oblastda, город Xorino Bikvada joylashgan. Ya'ni Moskovskiy oblast territoriyasida. Lokatsiyalarni ekrandagi nomerlardan olaverasizlar. Demak, bu ishimiz skladda kompletoshik, sborshik, sortirovshik, gruzchik vakansiyalari, hamma vakansiya bor. Xo'p, smenasi 3000 rubldan boshlanadi bez объемniki. Основной ishimiz объемga kechadi. Ya'ni kuniga 3000 rubldan kuniga 7000 rublgacha. Ya'ni bir kunda kim qancha ish qilsa, shuncha oylik oladi degani. Ish o'rgatiladi. Xo'p, Moskovskiy oblast patenti borlar. Rus tilini tushunsangiz, rus nomer turibdi. Agar yo'q, ruschani tushunmayman degan bo'lsangiz, переводчиlar ham bor. Ya'ni o'zbekchada gaplashadi, siz bilan muloqot qiladi, adres beradi, kutib oladi. Xohlagan odam rus nomer menejer o'ziga yoki o'zbek menejerimizga telefon qilib, aloqaga chiqib ma'lumotni olishingiz mumkin. Demak, bu ishimizda oyliklar 1 oyda 2 marta, har hafta avans beriladi. Albatta, bir hafta ishlaysiz, o'sha siz avans olasiz. Borib avans so'rasangiz, bu berilmaydi. Hadyabi 2 kun, 3 kun ish kuningiz bo'lgandan keyin avans beriladi. Endi dokumenti yo'q, Moskovskiy oblastda yurgan yoki Moskvada yurganlar ham bemalol borishingiz mumkin. Granitsaga chiqib kelsanglar bo'ldi. Sizlarga migratsionni yangi bo'ladi. Registratsiya qilib beradi, patentga pul beradi, avans. Borib o'zingizlar taxlaysizlar, ofitsialniy turdodagar o'yinlarni kompaniya topshirib beradi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Aytganimdek, o'sha yotog'i tekin, registratsiya tekin, registratsiya aytib o'tganimdek 3 oy ishlasangiz tekin bo'ladi. Forma ham tekin, bu ham 3 oy ishlasangiz. 2 mahal ovqat mutlaqo tekin, olib borib olib kelish mutlaqo tekin. Mana shunaqa kompaniya sizlarga ajoyib uslovlarni yaratib beryapti. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelsangiz bo'laveradi. Chunki kompaniya dokument qilib beraman deyapti. Bu albatta ekrandagi nomerlar bilan gaplashib, kelishib, keyin kelinglar. Chunki joylar siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelguningizgacha to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun aytayapmanki, agar niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, kelmoqchi bo'lsangiz, raz shu ishga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, o'zingiz uchun uslovlarni yana bir bor tushunib olib, dogovor qilib, keyin kelinglar. Shtobi ertaga muammo chiqmasligi uchun. Qayta aytayapman. Ish beruvchi bilan o'zingizlar ham to'liq kelishib olib ishga boringlar. Agar muammo bo'lsa, keyin menga aytasizlar. Xo'p, yana nima qoldi? Ish vaqti 12 soat, 1 soat obed, 2 mahal ovqati o'sha kompaniyaning o'zida, ishxonaning o'zida bo'ladi. Sizdan faqat patent to'lovi bo'ladi. Patentga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, patent to'loviga, misol uchun siz hozir boshqa joydasiz, borasiz, patentga pul to'lamayapsiz, patentingiz bor.
Avans so'rasangiz patentga to'lab beradi, keyin oylikdan ushlab qolaveradi. Mana bu xarajatlar o'sha patentga ketgan xarajatlarni kompaniya sekin-sekin oylikdan ushlab qolaveradi. Aytib o'tganimdek, ish объемga gruzchiklar bor, misol uchun minimum 3000 rubldan boshlanadi. Bu haqida ham misol uchun to'liq ma'lumotni ekrandagi nomerlardan olaverasizlar. Eng muhimi, oyligi minimum 90 ming rubldan 210 ming rublgacha. Mana shunaqa oylikli ishni kutganmidinglar? Albatta, mana sizlar uchun Zuhriddin Musofir kanali izlanib, mana shu ishni topdi. Shuning uchun kimga Rossiyada yurgan, ish qidirib yurgan akalarimizga ish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Bu ish faqat erkaklar uchun, 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar uchun. Ayollarni keyinroq olar ekan, hozir ayollarga joy qolmabdi. Faqat erkaklar 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan, dokumenti Moskovskiy oblast bo'lishi shart. Agar Moskvaniki bo'ladigan bo'lsa, perevod qilib kelishingiz mumkin. Yoki dokumentingiz bo'lmasa, kelib ishlab turib dokument qilishingiz, qildirtirishingiz mumkin. Mana shunaqa bugungi ajoyib yangiliklarda, albatta bunaqa yangiliklarimizni o'tkazib bormaslik uchun Zuhriddin Musofir kanalini обязательно doim, har doim kuzatib boringlar. Biz har doim sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariylarni gumburlatib, videolarimizni podeliza qilib, like'larni bosib tursanglar, biz bundan-da yaxshi ishlarni chiqarishda davom etamiz. Men to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Kim nimadir tushunmagan bo'lsa, ekranda ruskiy nomer, ekranda o'zbekskiy nomer. Xohlagan nomerlarga telefon qilib, o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni hamda lokatsiyalarni olib, bugun o'zida borib joylarni band qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doim Zuhriddin Musofir bo'ldi.